do'stlar. Xo'p, demak, bugungi mavzumiz buyrak anatomiyasining ichki tuzilishi haqida bo'ladi. O'tgan safargi darsda demak tashqi tuzilishini gaplashib o'tdik. Bugun esa ichki tuzilishini sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Xo'p, unda boshladik. Xo'p, demak, tashqi tuzilishi, demak, ichki tuzilishi haqida so'z yuritamiz hozir. Xo'p, buyrak ichki tuzilishida biz nimalarni bilishimiz kerak va nimalar haqida ma'lumotlarga ega bo'lishimiz kerak degan savollar tug'iladi tabiiy. Xo'p, buyrak ichki tuzilishi bu demak quyidagi rasm bo'yicha ko'rib o'tadigan bo'lsak, bu quyidagi rasmda buyrakning frontal kesmasi surati keltirilgan. Mana bu rasm bilan belgilaydigan bo'lsak, shu rasmda frontal kesmasi haqida gapirilgan. Va tegishli ravishda mana bu qism demak bu buyrakning medulla emas, korteks qavati hisoblanadi. Korteks. Yozib qo'yishimiz ham mumkin. Korteks va medulla qavatini esa quyidagi joy egallaydi. Mana bu joy demak buyrakning medullasi. Buni ham yozib qo'yamiz. Buyrakning medullasi. Medulla degani do'stlar mag'iz degani. Medulla mag'iz. Mag'iz degani. Xo'p, medulla qismi ekan mana shu. Endi qolgan narsalarni gaplashib ketaveramiz. Buyrakning ichki tuzilishi shu. Asosiy qismini mana shu tashkil qiladi. Ya'ni korteks hamda medulla va ularning ichida joylashgan deylik funksional birliklar. Xo'p, demak boshladik. Po'stloq moddasi korteks renalis deb ataladi. Ko'rsatdim uni. Buyrakni demak periferiyasida joylashgan, yashil bilan ajratib ko'rsatilgan rasm. Hamda ushbu korteksda nimalar joylashgan degan savol tug'iladi. Bu yerda demak kolumna renalis hamda Bertin ustunlari joylashgan bo'ladi. Ya'ni bo'yin qismi, ya'ni u po'stloqqa medullaga shunaqa shaklda botib ketadi mana. Ko'rishimiz mumkin bu yerda. Xo'p, rang bilan ajratib ko'rsataman. Mana bu yerga botib kirganligini ko'rishimiz mumkin. Mana shu qismda demak Bertin ustunlari va kolumna renalis hosil qiladi. Bo'yin qismi kolumna renalis. Mana shunaqa shaklda ekan. Murakkab emas, oddiy tasavvur qilish mumkin. Va uni ikkita qismdan ajratishimiz mumkin korteksda. Hozir buyrakni po'stlog'i haqida gap ketyapti, yashil qismi, ya'ni boyagi yuqorida ko'rsatilgan va uni ikkita qismga bo'lamiz shartli ravishda. Bu pars radiata hamda pars convoluta, ya'ni yorqin qism hamda qoramtir qismga bo'lamiz. Yorqin qism hamda qoramtir qism. Pars radiata degani bu yorqin qism. Pars radiata yorqin qism hisoblanadi. Va u nefron, mana bu rasmda ko'rsatilgan nefronning quyidagi qismlarni o'z ichiga oladi. Qisman genli qovuzlog'ini demak mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Xo'p, genli qovuzlog'ining tushuvchi qismi, ko'tariluvchi qismi hamda yig'uvchi naychalarni o'z ichiga oladi. Pars radiata. Shuning uchun ham yorqin, ya'ni siyrak joylashganligi uchun ham yorqin shaklda ko'rinadi. Pars convoluta esa buyrakda asosiy qismi, buyrakning tanasini, ya'ni glomerulus corpusculi mana bu yerda ham ko'rsatilgan mana. Xo'p, mana buyrakda proksimal, distal naychalarni hamda glomerulus corpusculini o'z ichiga oladi, ya'ni zid joylashgan. Shuning uchun ham qoramtir ko'rinadi bizga. Demak shunday ekan. Murakkab emas. Demak, bitta qarab olamiz. Mana po'stloq korteks medulladan tashkil topgan. Ya'ni buyrak korteks qismini ko'radigan bo'lsak, bu siyrak ya'ni ikki qismga bo'lamiz. Pars convoluta, pars radiata. Convoluta degani bu yorqin qoramtir, radiata yorqin qismi. Radiatada tuzilmalar siyrak joylashgan, ya'ni nefronning tuzilishi siyrakroq. Convolutada esa zid joylashganligi uchun qoramtir ko'rinadi yoki qo'ng'ir ko'rinadi. Shunaqa shaklda ekan. Mana buyrakda ko'rib olishimiz mumkin. Xo'p, endi keyingi qismlarga o'tamiz. Medulla renalis. Medulla renalisda nimalar joylashgan? Nimalar bor? Xo'p, medulla renalisda
quyidagilar ko'rishimiz mumkin. Piramidis renalis, ya'ni buyrak piramidalar. Buni ham ko'rsatamiz. Xo'p, buyrakning piramidalari. Mana bular buyrak piramidalari. Va u har bir buyrakda 10-15 ta bo'lib joylashadi. 1 2 masalan 3 4 5 6 7 8 xullas 10-15 tagacha bo'lishi mumkin. Piramidalar papilla renalislarni hosil qiladi, ya'ni so'rg'ichlarni hosil qiladi. Uchi qismida, mana shu qismida demak so'rg'ichlar bor. So'rg'ichlarni hosil qiladi. Va u kosacha tomonga qaragan. Mana bu kosachalar. Kosachalarga qaragan bo'ladi. Keyin o'z-o'zidan lobulus renalislarga bo'linib ketadi. Bu nima degani? Xo'p, piramida va unga yopishgan po'stloq moddasi lobus renalis deyiladi. Xo'p, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana piramida, mana bu piramida edi. Piramida va unga yopishgan po'stloq moddasi mana. Mana shu qismni biz to'laligicha nima deb ataymiz? Lobus renalis deb ataymiz. Lobulus renalis esa lobulus renalis arteria interlobularis bilan chegaralangan bo'ladi. Hali buni ham ko'rib o'tamiz mana. Xo'p. Lobulus renalis toza kichik tuzilma. Mana shu tuzilmani biz lobulus renalis deb ataymiz. Bu yerdan ko'rsatilgan arteria interlobularislar bilan chegaralangan qismni biz aytamiz lobulus renalis deb aytamiz va ular 600 ga yaqin bo'lakchalar bo'ladi mana shunaqa shaklda. Xo'p, endi eng muhim tuzilishi bo'ladigan nefron tuzilishi haqida gaplashsak. Nefron bu buyrakning struktur funksional birligi. Ya'ni bu juda ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Buyrakda asosiy, ya'ni funksional jihatdan buyrak ayirish degan nom beramiz, aynan mana shu nefronga nisbatan beriladi bu. Nefron ayirish funksiyasini o'taydi, shunga qarab buyrakka ham ayirish funksiyasini beramiz. Xo'p, har bir buyrakda demak 1 milliondan ortiq nefron mavjud va ular 4 qismdan iborat. Bular birinchisi corpusculum renali, har birini ko'rib o'tamiz. Tubule renalis contoris proximalis yoki proximal naychalar, genli halqasi hamda tubulus renalis contoris distalis yoki distal naychalarni bugun gaplashib o'tamiz siz bilan. Xo'p, unda boshladik. Xo'p, birinchi gaplashadiganimiz bu corpusculum renalis yoki Malpighi tanachasi. Bu juda ham muhim ahamiyatga ega. Qonni filtrlaydi va quyidagi qismlardan iborat. Xo'p, Malpighi tanachasi ikki xil qismdan tashkil topgan bo'ladi. Bular glomerulus kapillardan tashkil topgan qism hamda Shumlyanskiy Baumin kapsulasini o'z ichiga oladi. Xo'p, rasmga e'tibor beramiz. Rasmga diqqat bilan qarasak, hozir mana shu rasm bilan hozir to'liq ishlaymiz. Mana bu biz mana bu qismni Shumlyanskiy Baumin kapsulasi deb ataymiz. Mana shu qism Shumlyanskiy Baumin kapsulasi yoki boshqacha aytib qo'yadigan bo'lsak, xo'p, Baumin kapsulasi. Baumin kap qo'ydim. Xo'p, mana shu Baumin kapsulasiga. Endi glomerulus qismi qaysi? Glomerulus qismi bu qon tomiri chigali, ya'ni ichki qismini aytamiz biz. Mana bu qismni glomerulus qism deb aytamiz. Glomerulus qismi. Va mana shu tuzilmani biz buyrak koptokchasi deb ataymiz, to'laligicha. Mana shu to'liq buyrak koptokchasi. Xo'p, endi Baumin kapsulasini o'zini aytib o'tsak. Mana bu rasmga qaraymiz endi. Yaqqolroq ko'ringan rasm. Xo'p, tuzilmani o'zini qaraydigan bo'lsak, bu yerga arteriola keladi. Arteriola kelishini ko'rishimiz mumkin. Afferent hamda efferent keluvchi hamda ketuvchi arteriola. Keluvchi arteriolani xo'p, bu yerda hozir uzr do'stlar, adashib ketibman. Bu yerda rasm sal teskari joylashgan ekan. Mana bu efferent keluvchi ketuvchi, efferent ketuvchi arteriola, afferent keluvchi arteriola, ketuvchi hamda keluvchi. Va bu yerda
afferent arteriola keladi, birlamchi kapillyar turni hosil qiladi va efferent arteriola bo'lib chiqib ketadi. Normada demak buyuragimiz mana shunaqa shaklda, nefronning tuzilishi mana shunaqa shaklda bo'ladi. Endi qisqacha va bu yerda filtratsiya jarayoni amalga oshadi. Filtratsiya. Kelgan tomir afferent arteriola deyiladi. Efferent arterioladan doim katta bo'ladi. Mana bu yerda ham hajmini ko'rishimiz mumkin, nisbatan kattaroq radiusi. Bu nimani amalga oshirib beradi? Bu buyrakda o'sha filtratsiya jarayonini yaxshiroq, effektliroq, intensivroq olib borishni amalga oshirib beradi. Xo'p, endi Shumlyanskiy-Baumin kapsulasi. Shumlyanskiy-Baumin kapsulasi ikkita qavatdan tashkil topganligini ko'rishimiz mumkin. Mana bu rasmda ham yaqqol ko'rinib turibdi. Mana bu birinchi qavat, bu ikkinchi qavat. Birinchi qavat bu parietal, visceral varoq deyiladi. Parietal hamda visceral. Orasidagi bo'shliq bu Shumlyanskiy-Baumin bo'shlig'i. Bo'shliq, mana shu bo'shliq. Bu bo'shliq esa proksimal kanalchaga davom etib ketadi. Ya'ni parietal varoq keladi, bo'shliq kelib davom etib ketadi. Ko'rishingiz mumkin rasmdagidek. Endi visceral varoqning ahamiyati bu yerda juda ham katta. Chunki visceral varoq bevosita mana bu kapillyarlarga yopishgan bo'ladi. Mana shu kirgan kapillyar turni hosil qiladi. Har bir kapillyar turni demak bevosita ustidan qoplashda asosiy ahamiyatga ega. Mana shunday shaklda ustidan qoplab tashlagan bo'ladi. Ya'ni visceral varoq. Bu esa normal filtratsiyani amalga oshirishda juda ham muhim hisoblanadi. Ya'ni endotelli qavat. Xo'p, shunaqa shaklda aylanar ekan. Endi xo'p, keyingi qismiga o'tadigan bo'lsak, bu umumiy tuzilishi. Xo'p, endi gistologiyasiga ham ozgina urg'u beradigan bo'lsak, xo'p, mayli, gistologiyasiga ham to'xtab o'tamiz. Mana bu rasmda ko'rishimiz mumkinki, kelyapti, arteriola kelyapti, kapillyar turni hosil qilyapti mana. Arteriola kelyapti. Kapillyar turni hosil qilyapti, normal filtratsiya bo'lyapti hamda efferent arteriola orqali chiqib ketyapti. Va bu yerda do'stlar qonning demak 100% qismi filtratsiyaga duchor bo'ladi. Ya'ni 100% filtratsiya bo'ladi. Oqsilsimon moddalar ushlab qolinadi bu yerda. Bu tushunarli. Xo'p, endi ushbu oqsillarning ushlab qolinishi qanday amalga oshadi degan savol tug'iladi. Xo'p, birinchisi kirgan arteriola, qizil bilan belgilaymiz. Mana bu yerda arteriola kirib keldi. Baumin kapsulasiga kirib keldi va tegishli ravishda chiqib ketyapti efferent arteriola bilan. Va bu yerda kapillyar turlar hosil bo'lgan. Mana shu yerda endi oqsilning ushlab qolinishi quyidagicha bo'ladi. Xo'p, birinchi qavat bu demak mana bu yerda hujayralar joylashgan deylik. Bu arteriolaga tegishli bo'lgan endoteliy hujayralar. Mana bu yerda qon oqimi. Ikkinchi qavat bu bazal membrana deyiladi. Yozib qo'yaman. Bazal membrana. Uchinchi qavat esa bu visceral varog'i. Endotelining o'sha Shumlyanskiy-Baumin kapsulasining visceral varoq hujayralari bo'ladi. Demak, bu yerda nimalar bo'lar ekan? Baumin kapsulasining visceral varoq, ichki varog'i va shu bilan birgalikda podotsitlarga ham ko'zimiz tushishi mumkin. Podotsitlar bular hujayraviy tuzilmalar hisoblanadi. Katta oyoq qismlariga ega bo'lgan podotsitlar joylashgan bo'ladi. Mana shunaqa shaklda. Bu aynan visceral varoqning tashqi tomonidan qoplab turadigan tuzilmalar hisoblanadi. Va mana shu qavatlardan filtratsiya bo'lib o'tadi qon va bittagina oqsilsimon moddalar ishlab qolinadi bu yerda. Oqsillar ushlab qolinadi. Oqsillar o'tmaydi. Bazal membrana, demak, qaytarib aytadigan bo'lsak, qon oqimi, endoteliyasi, bazal membrana, visceral varoq hamda podotsitlar, katta bir podotsit tuzilmalaridan o'tar ekan. Bu endi gistologik jihatdan. Xo'p, endi keyingi qismga o'tadigan bo'lsak, endi filtratsiya jarayoni amalga oshdi. Endi buyrak naychalariga qarab ketdi.
Buyrak naychalarini biz aytamiz tubulus cantoris proximalis, ya'ni proksimal naychalar. Bular corpusculum renalisning davomi hisoblanadi. Boya aytib o'tdim men. Birlamchi siydikni 80% bu yerda qayta so'riladi do'stlar. Aynan proksimal naychalarda ushlab qolinadi. Mana bu rasmni ham ko'rishingiz mumkin. Mana bu qismni biz proksimal naychalar deb ataymiz-da. Mana shu qism proksimal naychalar hisoblanadi. Va bu yerda 80% qonning 80% qismi, yoki birlamchi siydikning 80% qismi ushlab qolinadi. Qayta so'rilish jarayoniga amalga oshadi. Bu yerda natriy, kaliy, kalsiy gidrokarbonat qonga qayta so'rilib ketadi. Endi nefron halqasi, anzinefron yoki ginoanzinefron deydi yoki boshqacha nomi bu genli halqasi. Genli halqasi bu ham o'sha qonni suyultirish vazifasini siydikni suyultirib beradi. Mana genli halqasini ko'rishingiz mumkin. To'laligicha mana shu genli halqasi hisoblanadi. Tushuvchi, ko'taruvchi hamda ansa qismi, ya'ni halqa qismi. Ikkita qismdan bor. Pars descendens aytib o'tdim. Tushuvchi, pars ascendens ko'taruvchi. Buni pipetda ham bemalol o'qib olishingiz mumkin. Hech qanaqa tushunasiz joyi yo'q. Endi distal qismi bu nefron halqasining davomi hisoblanadi. Va u yerda asosiy natriy kaliylarning so'rilishi, vodorod bilan ammoniy kationlarining chiqarilishi amalga oshadi. Bu ham tushunarli. Xo'p, nefron tuzilishi ko'rsatilgan. Mana nefron proksimal naychadan genli halqasi, genli halqasidan keyin distal naycha va yig'uvchi naychaga o'tib ketadi. Shunaqa shaklda joylashar ekan. Xo'p, siydik hosil bo'lish jarayoni. Siydik hosil bo'lish jarayoni bu 3 ta: filtratsiya, reabsorpsiya hamda sekretsiya jarayoni ham bor. Filtratsiya birlamchi siydik hosil bo'ladi. Glomerulusda boya ko'rib o'tdik. Reabsorpsiyani aytib o'tdim. Qaysilarda nimalar so'rilishi. Sekretsiya bu metabolit va zarar moddalar qonga chiqarilib yuboriladi. Mana shu sekretsiya jarayonlari 3 ta jarayonni o'z ichiga olgan. Normal vaqtda demak 100% filtratsiya bo'ladi, 100% filtratsiya bo'ladi hamda 99 va 98,5% nima bo'ladi? Reabsorpsiya bo'ladi. Bor yo'g'i 1-1,5 litr suv siydik sifatida bir kunda chiqib ketadi. Sutkalik mana 108 deyapti, turli xil manbalarda turli xilcha. Mana shunaqa shaklda ekan. Bu demak buyrakning ichki tuzilishi haqida edi do'stlar. Uncha cho'zmaymiz. Murakkab joyi ham yo'q. Mana shunaqa shaklda ekan. Xo'p, bu qismini ham aytib o'taylik, mayli. Siydik chiqaruvchi strukturalar. Tubuli renalis colligens yoki buyrak naychasi biz aytamiz. Mana rasmda tubuli colligens renalis 10-tuzilma bilan ko'rsatilgan. Ya'ni bular distal naychalardan qabul qiladi siydikni qabul qiladi va pastga tomon davom etib piramidalarning uchigacha yetib boradi. Mana bu yerda piramidalarning uchigacha yetib boradi va u yerdan collicis renalis, ya'ni buyrak kosachalariga o'tib ketadi va o'sha buyrak jomidan o'sha siydik chiqaruvchi tuzilmalargacha o'tib ketadi. Xo'p, arteriyalar haqida ham qisqacha aytib o'tamiz, mayli. Arteriyalar bular buyrakni qon bilan ta'minlovchi va o'sha normal filtratsiya, reabsorpsiya jarayonini amalga oshirib qatnashuvchi tuzilma hisoblanadi. Arteriya renalis bu kiradi. Bu o'sha qorin aortasining tarmog'i hisoblanadi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, qorin aortasining tarmog'i. Arteriya renalis yuqori pastki shoxlarni hosil qiladi. Undan keyin arteriya segmentalis interlobaris, arteriya arcuata, arteriya interlobularis, arteriya afferent efferent. Bular hammasi prezentatsiyada keltirilgan. O'qib olishlaringiz mumkin. Demak, bugungi darsimiz shu haqda edi. Bizni kuzatishda davom eting, kanalimizga obuna bo'ling, qo'llab-quvvatlang. Xayr, salomat bo'ling.